أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Alloh taoloning iltifoti bilan Tafsirul Jalalayndan sura Ali Imronning 54 oyatiga keldik. Oldingi oyatda shu Yahudiylarniki Isa alayhissalomni o'ldirishga uringanligi va Isa alayhissalomniki buni his qilgandan keyin kim mening yordamchilarim bo'ladi degan chaqda Havariyullarniki biz Allohning yordamchilari, sana yordam beradigan yordamchilardan bo'lamiz deganlik haqidagi mazmunni o'qib ketgandik. Ma bugun o'qigan darsimiz shu vaqalikniki davomi endi. Alloh taolo shundoq deydi: "Estaizu billah va makaru va makaralloh vallohu xayrul makirin." Va makaru degan yine ular hiyli ishlatdi, mikr ishlatdi. Ya'ni Bani Isroilning ichidagi kofirlari Isa alayhissalomni o'ldirishga hiyla ishlatdi. Chunki ular vakil qildi. İsa Aleyhisselam'a bir kişiniki öldürdü onu suikast kılıp. Yine suikast kılıp öldürmekçi boğan adamını teyilledi demek şimdi. Ve mekerallah. Ama ular şunda ilmikir işletse mi Allah Teala ulanın ilmikini berbat kıldı. Bi en elqa şebeha İsa ala men qasada katlehu fekateluhu. Ve rufi'a İsa. Kanda Allah Teala ulanın ilmikini kanda berbat kıldı dese shuki tashildi Alloh taolo Isa alayhissalomga o'xshagan bir kishini bir kishiga maqsad qildi uni o'ldirishni. Isa alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'lgan odamga Isa alayhissalom o'xshagan bir odamni ashunga ko'rsatdi demoqchi. Shuning bilan o'ldirmoqchi bo'lgan odam Isa alayhissalomni o'ldirmasdan Isa alayhissalom o'xshaydigan yana bir odamni o'ldirdi. Isa alayhissalom bo'lsa osmonga ko'tarildi deydi. Vallohu xayrul makirin. Yani Allah Teala e, ularını en bilgisidir. Hemeden bek bilgisidir. Yani Allah mikre kılışlarının cezasını obdan bergisidir. Diğerlik oldu iken mi yer a'lamuhum bihi. Yani Allah Teala ularının İsa Aleyhisselam ular kırgan hemeden bek bilgisidir. Diğerlik oldu. Uzkur. Yine sen esginki. İz kâlallahu ya İsa inni muteveffike ve rafi'uke ileyye ve mutahhiruke minellezine keferu ve ca'ilullezine teba'uke fevkallezine keferu ila yevmil kıyame. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Öz vaqtida Allah aytdi: Ey İsa, men seni ecrin yetkende qabzuluq qilaman. Seni dargohimga ko'tiraman. Ya'ni osmonga elib chiqaman. Seni kofirlardan pok qilaman. Ya'ni seni o'ldirmoqchi bo'lgan yomonlarning sharridan saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomatgacha kofirlardan ustun qilaman. Ondan mening dargohimga qaytsizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, ya'ni Isa alayhissalomning ishi ustida oranglarda men hukm chiqaraman deydi. Yani ya İsa inni mutawaffike. Mutawaffike de yine seni vapatlap durmayan degan gap emas. Qabiduke. Yine ahibuke. Seni tutquchudurman. Degan ekan. Seni tutaman. Seni rahmat qilish uchun tutaman demoqchida. Boshqa tarjimada mutawaffike deganni o'z peti yine qabz seni vapatlap turman. Ajring yetgan chaqda vapatlap turman deb tarjima qilibdi. Yani unda olgan chog'da shu Isa alayhissalom amini shu qiyomat oz qolgan vaqtda osmondan tushib ma zaminda bir mezgil yashaqandan keyin amini vafot topadi emasman. Shuning qarta shu chog'da vafot topib turman deganlik bo'lishi mumkin endi. Bu yerda qobiduka va rafi'uka ilayya va seni o'zimning tarafiga ko'tiraman. Yani dunyodan o'ltirmasdan, yine vafot topib turmasdan dunyodan seni o'zimning tarafiga ko'targuchiman. Va mutahhiruka
Seni pak qilg'uchiman, seni yiroq qilg'uchidirman. Kufrlik qiluvchilardan, kofirlardan seni yiroq qilaman. Va ja'alul ladina tabauka fawqal ladina kafaru. Va sana ergashganlarni, ya'ni sana ergashganlar degandan maqsad musulmonlardan va nasoralardan sening payg'ambarligingni tasdiq qilganlarni kufrlik qilganlarning, ya'ni yahudiylarninki ustida qiluvchidirman. Yine ben Nasaralardım mı degine İsa Aleyhisselam'ın zamanında şu İsa Aleyhisselam'ın imayet kılan demeçi de bir yedim. Ya'lunehum bil hücceti ve seyf. Üstün buludu o Müslümanlar yani İsa Aleyhisselam'ın imayet kılla a Yahudiladın hüccet bilen ve kılıç bilen devamlı üstün bulup durudu. İlâ yevmil kıyame. Yani kıyamet kayım boğucu müstakilimin. Thumma ileyye merci'ukum. Andın minin terpimgidur sizlerinin ahir kaytılan cayınlar. فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Yine şu kıyamet günü ise hüküm çıkarılan sizlerin aranlarda sizler ihtilaf kılışkan nersede. Yani din barısında ihtilaf kılışkan nersede adil hüküm çıkarılan diyelim oldu. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Hem de kıyamet günü ise Allah Teala şu hüküm çıkan vakitte ehval kandak oldu ise kafir boğallar. Şundakları kesek azaplayman ularını dünyada qattiq azapta. Ularni o'ltirgan kishilarni musallat qilib o'ltirish bilan, ularni asri qilish bilan, asirga tushishi bilan va ulardan jizya ilish bilan degandek mana shu dunyoda azoblarni azoblayman, oxiratda bo'lsa do'zax bilan azoblayman dedi. Va ma lahum min nasirin. Ular uchun bir yordamchilar yo'qdir. Ularni Allohning azobidan saqlab qolgan bir yordamchilar yo'qdir. Va ammal-ladina amanu va amilus-solihati fayuwaffihim. Hem imayet qilganlar va yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, ularning ahvoli qanday bo'ladi desa, ularga to'liq qilib berdi Alloh taolo ularning ajrlarini. Fayuwaffihim fanuwaffihim deb ikki xil o'qidik. Alloh zolimlarni yaxshi ko'rmaydi. Yani ularni jazolaydi. Rivoyat qilinishicha, Alloh taolo Isa alayhisolamga bir bulutni avatgandi. Bulut Isa alayhisolamni ko'tarib ustiga o'rlab ketdi. Shunda bulut İsa Aleyhisselam'ni mengayotgan chog'da onasi bulutga esildi va yig'ladi. İsa Aleyhisselam onasiga dediki, haqiqatan qiyomat kunisi bizning hammamizni jami qiladi deb shuna degan. Bu ahvollar bo'lsa, Ramazonninki, ya'ni Qadr kechasi Baytul Muqaddasda yuz bergan debdi. Shu vaqtda İsa Aleyhisselam 33 yoshda edi. Onasi bo'lsa İsa Aleyhisselamninkin 6 yil yashagan edi. Yani ma vaqalikni endi sahiy emas degandek gap borkan aslida ishonchlik xabar bilan ta'kidlansa ishongan bo'ldim, lekin bu sahih hadis degan gap emas, isroil vaqaliklar bo'lishi mumkin. Imom Buxoriyda Imom Muslim shunday rivoyat qilgan: annahu yanzilu qurba as-sa'ati va yahkumu bi shari'ati nabiyyina. Va Isa alayhisalom qiyomatga oz qolgan chog'da osmondan tushdi va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomninki shariati bilan e, hukm qiladi yer yuzida. İsa Aleyhisselam Deccal'ni öldürüdü. Çoşkunu öldürüdü. Kiristni sundurvatıdı ve cizyeni emelden kaldırıdı deydi. Ama sahih hadisde mi? Müslim kelgan bir hadisde İsa Aleyhisselam o 7 yıl durdu deydi zeminde. Ebu Davud Et-Tayalisi rivayet kılgan hadisde mıdak kelgan. 40 yıl durdu deb kelgan. İsa Aleyhisselam şu ahire zeminga tushgandan keyin shu bir mezgil yashab, undan keyin vafot topib turildi ve İsa Aleyhisselamning namoz tushirildi. Buning mushu voqealardan yana İsa Aleyhisselamning zaminda turish vaqtidan 7 yil dedi, 40 yil dedi, mushning hammasi İsa Aleyhisselam osmonga ilib chiqib ketilishdan ilgirki yashagan vaqt bilan osmondan tushgandan keyin vaqtlarning hammasini qo'shib yig'indisi mushtaq bo'ladi deganlik bo'lishi mumkin debdi. Yana boshqa hadislarda kelishicha İsa Aleyhisselam yer yuziga tushgandan keyin İmam Mahdi shu davrda bo'ladi ekan. İsa Aleyhisselam İmam Mahdiga iqtido qilib namoz o'qiydi deb shunda gaplar bor endi.
Bizningki ahli sunna val jamoaning aqidasida musulmonlarningki aqidasi. Mushu ahvollarning hammasi Isa alayhissalom oxir zamon bo'lgan chog'da osmondan tushdi. Osmondan tushgandan keyin yangi bir shariatni olib tushmaydi, balki Muhammad alayhissalomning shariati uchun hukm qiladi deydi shu chog'da. Biz mushta iymon etishimiz kerak bular. Ahvollar. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Aş ahvallar, yani İsa Aleyhisselam'ınki iştoğurluk zikir kılınan aş ahvallarını tilavet kılımız onu, yani kıskıp sözlerimiz onu sana ey Muhammed Aleyhisselam minel ayati, yani ayetlerden ibarettir bu ve hikmetlik zikirinin katarındadır. Yani Kur'an. Ez-zikril hakim diye şu Kur'an'ı göstereydi. Bu bolsa sana biz okup beriyotgan ayetlerdir ve hikmet Kur'an'dır. Minel ayeti olsa netluhudaki hu almasından hal deydi. Yani tilavet kılıp beriyotimiz onu, unas nimelerse ayetlerden ibaret olgan demekçi. Bunun amili nima degan chaqda halninki minel ayati deydi. Halning amili. U zalikadagi narsadir. Zalika. Yani şu ayetler işaret ma'nosida kelgan shu zalika dan maqsad nima terisa shu biz İsa Aleyhisselam'ın ish to'g'riliq zikr qilgan shu oyatlarning hammasi demoqchi. Shu zalika omil bo'ladi. Bu olmash e, bu minel ayati shu hu olmashdan holdir demoqchi ekan. Mushlarning hammasininki hol bo'lishning omili zalika demoqchi. İnne mesele İsa indallahi ke mesele Adem. Hakikaten İsa Aleyhisselam'ınki misali Allah'ın dergahida Adem Aleyhisselam'ın misali o'xshashdir. Keşanihi fi halqihi min gayri ebin. Yani İsa Aleyhisselam'ınki acayip hayran kalarlık şani dadısız yaratılışta. İsa Aleyhisselam'ınki dadısız yaratılışta Adem Aleyhisselam'ın şani o'xshash. Bu bo'lsa teşbihul garib bil agrabning cümlesinden deydi. Yine hayran kalarlık bir narsani u texim bekerek hayran kaldığın bir narsaga o'xshatmoqchi. Çünkü Adem Aleyhisselam'ni Alloh taolo dadısız anısız yaratgan. İsa Aleyhisselam olsa onu dadısız yarattı lekin anısı var. Demek ma dadısız yaratılganlık cihetten bir-birisiga o'xshaydi ma ikki vaqtlar demoqchi bu yerda. Liyakuna aqta'a lil khasmi ve awqa'a fi nafsi. Yani bu İsa Aleyhisselam'nın şanının Adem Aleyhisselam'ın şaniga o'xshash ekanligi Allohning dargohida bu düşmanlarning vücudini bekerek kesilgan bo'lishi uchun ve nefside insanın qalbidan taxim bekerek o'rnaydigan bo'lishi uchun mushunda bir-biriga o'xshaydi deydi. O'xshatdi demoqchi. Yani teşbihul garib bil agrab bo'lishi mushu sababdan emas. Halaqahu yaratdi Alloh taolo Odam alayhisalomni. Yani qalabahu yani uningki qalbini qo'ydi. Tobidan uning qalbini qo'yib yasadi demoqchi. Ondan uningga kun dedi, yani inson bo'lgan dedi, u bo'ldi. Fayakun degani fakana degan ma'noda. Va kezalika İsa. İsa alayhisalomniki sha'nini oshuna o'xshash bo'lib, Alloh taolo uningga dadisiz bo'l dedi degan edi. İsa alayhissalom dadisiz yaratildi deydi. El haqqu min rabbik. Haqiqat Parvardigorning tarafdandir. Bu bo'lsa hazb qilingan bir mubtadoning xabari deydi. Bu hazb qilingan mubtado qaysi desa amru İsa. Yani amru İsa degan o'sha hazb qilingan mubtado el haqqu min rabbik shu mubtadoning xabari. Yani İsa alayhissalomning ishi bo'lsa bu Parvardigoring tarafdan kelgan bir haqiqatdir. Fala takum minal mumtarin. Shuni Alloh tarafdan kelgan narsaga hargiz shak qilmaymiz. Shuni Alloh Rabbing tarafdan kelgan narsa bo'lgan ekan, buning qarta shak qiluvchilardan bo'lmagan. Bu shaksiz haqiqat. Amanna billahi ve bi rusulihi deb iymon etamizda bunga. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Sen İsa to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarga sen bilan munozirlashsa sen ularga kelinglar o'g'illarimizni va o'g'illaringlarni
ayollarimizni ve ayollarını, özlerimizni ve özleringlarni yig'ib, Allohning la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yalvarib duo qilaylik degin. Femen hajjaka degan jadalaka. Nasaralarning ichidan kimiki sen bilan munozirlashib qolsa, ya'ni jidallashsa, shu Isa alayhissalomning ish haqida. U nasaralar, Yahudiylar Isa alayhissalom o'lgan, o'ldirilgan deb qaraydi. Biz musulmonlar bo'lsa, Isa alayhissalom osmon ko'tarilib ketgan deb iymon etamiz. Yine sana İsa Aleyhisselam'ınki iş haqida ilm, ma'lumot kelgandan keyin mushaqda Nasaralar bilan jidallashib qolsa, deginki ularga Ta'alav kelinglar, chaqiraylik o'g'illarimizni va sizlar o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni va o'zlarimizni va o'zlaringlarni hammamizni chaqiraylik, hammamiz bir yerga yig'laylik. Thumma nabtahil. Andin Allohga yelinib duo qilaylik. Fanaj'al la'natullahi alal kadibin. Allohning la'nati yolg'onchilarga, Allohning la'natini yolg'onchilarga qilayli demoqchiligim. Bi anna qula. Ya'ni Allohumma al'anil kadiba fi sha'ni Isa. Ey Allah İsa alayhissalomning sha'nida yolg'on aytgan odamga la'nat qilgin deyish orqali mushta duo qilayli deb degan demoqchi ekan. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Najron elchilarini chaqirdi. Mushu ish uchun. Lamma hajjuhu fihi. Yani ular İsa alayhissalom sha'ni haqida munozirlashgan chog'da Payg'ambar alayhissalom shu Najron elchilarini chaqirdi. Ular dediki, hatta nanzura fi amrina thumma na'tika. Biz o'zimizning ishiga qarab chiqaylik, undan so'ng yana kelamiz deyishdi. Ularning ichidagi bir farosatlik ko'z qarashi ilingan bir odam dediki, sizlar u İsa alayhissalomning haqiqiy payg'ambar ekanligini bilasizlar. Va annahu ma yaqal laqad araftum nubuwatahu dika hu zamra payg'ambar alayhissalom qaytdi ekan. Ala payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligini e'tirof qilmay turibdi Muhammad alayhissalomniki. Bu yerda zo'r ra'yi bo'lgan odam debdi. Sizlar u Muhammad alayhissalomniki payg'ambar ekanligini bilasizlar. Şunlaşqa ma bahala qavmun nabiyyan illa halaku. Qandaliki bir qavm Alloh tarafidan kelgan bir payg'ambar bilan bir la'natlashib qolsa, u cho'qim halok bo'lib ketadi. Bahala degan ibtihol degan ma'nodagi gapimni laqay. La'nat bo'lsin deb duo qilish demoqchi ekan. Qandali bir qavm işte payg'ambar bilan işte duo qilishib qolsa, u cho'qim halok bo'lib ketadiganligi aniq. Şunlaşqa sizlar bu ishni qilmasanglar deb yo'l ko'rsatdi. Favadi'ur rajula ve nusarifu. Şuna o adam bilan xo'shishib sizlar qaytib ketinglar deb tursa, ular yana Muhammad alayhissalom yoniga keldi deydi. Aliqi yo'l ko'rsatgan odam ularning yonidan chiqib ketgandan keyin ular qolganlari Muhammad alayhissalom yoniga kelibdi. Halbuki Muhammad alayhissalom yonida Hasan, Husayn, Fatima va Ali radhiyallohu anhumlar bati deydi. Muhammad alayhissalom ularga dediki, "İza da'awtu fa aminu." Unda bo'lsa men duo qilmay sizlar amin deb turinglar desa, ular unmadi. O'zi bu la'nat qilishga unmadi deydi va jizya topshirishga sulhlashdi. Chunki bular joyillik qilib imo etmay turayotgan yeri bor. Isa alayhissalomning sha'ni haqida shu joyillik qilib haqiqatga kelmay turayotgan yeri borda. Unda bo'lgandan keyin lekin qalbida haqiqatningki qaysi ekanligini biladi. Bilib turib joyillik qilib imo etmagan yeri bor. Şunlaşqa Peygamber Aleyhisselam dua qilsa, ular amin deb tursa, yalg'on aytgan odamga Allohning la'nati bo'lib ketganligi aniq. Buni ular o'zlari biladi. Shunday bo'lgandan keyin biz ham Allohning la'natiga uchrab ketmaylik deb qo'rqib, buda qilishga unamagan demoqchi. Unamay, bo'ldi biz jizya topshiraylik deb shuni sulilishibdi. İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha mundaq kelgan. لو خرج الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. Agar shu o'zra la'nat qilishmoqchi bo'lganlar chiqqan bo'lsa, maqtab shu duo qilishgan bo'lsa demoqchi. Ular hech qanday bir mol dunyonimi, ahli balchaqisini topolmagan holatda qaytib ketgan bo'ladi. Ya'ni hammamiz halok bo'lib ketgan bo'ladi demoqchi-da. Yana bir rivoyatda law kharaju lahtaraqu deb kelgan. Agar ular işte la'nat qilish uchun kelgan bo'lsa, ularning hammasi kuyib ketgan bo'ladi deb kelgan ekan. Yana bir rivoyatda.
İsa Aleyhisselam'ınki şanıqqidagi qissada yana davomi keyingi oyatlarda yana so'zlangan. Alloh taolo hammalarga manfaatli ilm ato qilsin. Haqiqiy to'g'ri yo'ldagi iymon, islom ustida ching turishimizga va ahli sunna val jamoa aqidasini ustida ching turib, shu to'g'ri sog'lom aqidaning ustida vafot bo'lishimizga Alloh taolo nasib qilsin. Subhanakallohumma bihamdika astaghfiruka va atubu ilayk.